Sonda sizlarga arzon narxda BAF M7 avtomobilni ko'rsataman. Mashinadan ko'rib turibsizlar, diski bo'lib turibdi, megalkalar bilan birga. Mashinaning holati juda ham zo'r, kraskalari top-toza. 2023-yil 23600 km yurgan mashina beskulchoy do'stlargacha bor, full pozitsiyada, kruz kontrollargacha bor, multimedia, 23600 km yurgan avtomat korobka, bunaqa narsalargacha hamma narsasi holati juda ham zo'r. Bemalol ko'rib ko'rsatib beraverasizlar. Kansellargacha chotki muzdek chiqib ekan. Bu joyda ozgina qilgan joyi bor, bitta bu. Balonlargacha yaxshi ekan holati. Mana shu joyda viatinasi bor. Xo'p, keyin mana shu krilosida ozgina ishi bor. Keyin mana shu oldi krilosida viatinasi bor. Lekin qolgan hamma joyi zo'r holatda turibdi. Arzimagan narsalar hammasini qilsa bo'ladi. Kansellargacha orqa tomondan anaqa joylardan chiqadigan joylargacha bor ekan. Mana koja salon jigarang qilib, kombinatsiya qilib, chotki qilib qo'ygan ekan mashina. Yurishlari ham yumshoqqina ekan. Rasxoti ham kam mashina, obyomi ham 2 litr, shu jasadagi holati zo'r. Megalkalar bilan gapiryapti-yu. Bu mashina sizlarga eng arzon kanalimizda 17900 ga beramiz. Bosib